Men bitta narsani bilaman. 5 million oylikka yashagan odam och qolmaydi. 50 million oylikka yashagan odam och qolmaydi. 50 ming dollar topgan ham o'sha. Просто katta pul topsiz, rasxotingiz kattaradi. Kichikroq topganingizdan keyin rasxotingiz shunga yarasha kichkina bo'ladi. Bu xil aytishingiz mumkin. Qanday ana odam 5 million so'mga yashayapti uchta bolasi bilan deyishingiz mumkin-da, to'g'rimi? O'zi yaxshilab hisoblasanglar, siz 30 kun davomida topgan pulingizdan har doim ko'proq ishlatasiz. O'tirib o'ylab ko'ringlar-da, bir kun o'tirib o'ylaylik-da. Yo'qda, buyoqdan men o'zim bunaqa-ku ko'p ishlatoryapman deysiz. O'shani rizq deydi. O'sha bir narsalar sabab bo'ladi-da. Masalan, oyligingizdan tashqari premiya bo'lib qoladi yokida kimlar ko'rdi ekan deb bunday storiesizga kirsangiz 7 yot begonalar like bosgan bo'ladi. 7 yot begona. O'sha like'lar tugagandan keyin birinchi ikkinchidan boshlanib to'liq o'zingizni tanishlaringiz o'tirgan bo'ladi. Ular like bosmaydi. Ular siz bilan shunchaki manfaat uchun gaplashadi. Oddiygina bitta like qizg'anib qo'yishadi. Lekin ko'rishganda, "O, jigarim, qadrdonim" deb yorvoradi. Begona